Kuni kecha Urganch shahrida ushbu BYD rusumli avtomashina haydovchisi to'y marosimida davlat raqam belgisiz hamda man etilgan migalka moslamalarni o'rnatib, shuningdek yo'l bezorligi, qoidabuzarligini sodir qilib, boshqarib yurganligi aniqlandi. Ushbu holat bo'yicha avtotransport vositasi hamda buni boshqargan haydovchining shaxsiga aniqlik kiritilib, endilikda holat yuzasidan haydovchiga nisbatan qoidabuzarlik yuzasidan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, avtomashina vaqtinchalik saqlab turish uchun jarima maydoniga joylashtiriladi. Men nomerini yechib topdim deb o'yladim. Shu topib beradilar ekan, eshikma tavsiya etimman. Yaxshi qatib ko'pman. Qonuniy chora ko'rildi. O'zimga to'g'ri xulosa chiqarib oldim. Boshqa taklif olmayman.